Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Amerika Xitoyga yana 100%lik ikkilamchi tamojni bej qo'ydiganligini e'lon qilgan. Amerika Kengash palata a'zosi Lindsey Graham yakshanba kuni Xitoy, Hindiston va Braziliyaning Rossiyadan davomli neft setilish sababidan ikkilamchi tamojni bej qo'yilganligini e'lon qildi. Graham Fox xabarlarga bergan bir ma'lumotida Rossiyaning 80% atrofidagi neftini setib olgan 3 davlat Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainada ilib berayotgan urushiga yordam berganlik uchun patiqinni jazolanadi. Bu davlatlar og'ir bedel to'laydi. Trump hukumati Rossiya neftini setib olgan davlatlardan Xitoy, Hindiston va Braziliyadan tamojni beji oladi. Navbatda bu 3 davlat taxminan 80% arzon baho bilan Rossiya neftini setib olmoqda. Buningdan kirgan kirim Putinning urush mashinasini harakatlantirdi. Bu munosabat bilan Trump hukumati bu davlatlarga 100%lik tamojni beji qo'yib, Putinning urushini davomlashtirishiga yordam qilganlik uchun jazolaydi degan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti, ya'ni NATOning bosh kotibi Mark Rutte oldingi hafta Oqsaroyda Trump bilan ko'rishgandan keyin Braziliya, Xitoy va Hindiston qatorliq davlatlarni Rossiya bilan bo'lgan sodani saqlab qolsa, Amerikaning ikkinchi qatimliq jazolashiga uchraydiganligi haqida ogohlantirgan edi. Bu haqda Amerika Moliya ministri Scott Bessent mundaq deydi. Kelar navbatlik Amerika Xitoy suhbatida Xitoyning Rossiya va Eron neftini setib olish masalasi muzokara qilinishi mumkin. Bu muhim nuqtaning texmi ko'p an'anaviy savdo masalasidan halqib, davlat bexatarligi masalasiga taqishadigan masalaga o'zgardiganligining signali. Prezident Donald Trump oldingi hafta Rossiya Ukraina urushi to'g'risida agar 50 kunda bir kelishim hosil bo'lmasa, bu davlatlarga intayin og'ir tamojni beji qo'yildiganligini va bu tamojni beji 100% atrofida bo'lganligini aytgan. Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi birlashmasi yumaloq ustal yig'iniga Uyg'ur tashkiloti rahbarlari taklif bilan qatnashgan. Mushu ayning 21-kuni Amerika poytaxti Washingtonda chaqirilgan Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi birlashmasining yumaloq ustal yig'iniga Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur tadqiqot markazining rahbarlari taklif bilan qatnashgan. Yig'inda dunyo miqyosidagi diniy rahbarlarga e'tiqod erkinligiga bo'lgan ziyonkashliklar, dunyoning har qaysi joylaridagi diniy rahbarlar va shaxslarning diniy e'tiqodga qarata ilib berilgan buzg'unchiliklarga qarshi kurashlari, diniy e'tiqodni qo'g'dash yo'lidagi tirishchanliklari va tajriba saboqlari o'ttirib qo'yilgan. Janubiy Germaniyaning Schwabish rayoni bo'yicha o'tkazilgan Millatlar madaniyat faoliyatiga Germaniya Baden-Württemberg Uyg'ur mashrab jamoatidan bir guruh Uyg'urlar qatnashib, Uyg'urlarning kiyim-kechak, oila-aram madaniyati, tamoq madaniyati va san'atini tonishtirish orqali yerli xalqlarga Uyg'urlarni tanishtirgan. Qurultayning Germaniya vakili Baden-Württemberg Uyg'ur mashrabidan Abdushukur Hajim, bu faoliyatimiz German xalqiga Uyg'urlar haqida intayin yaxshi ta'sirot paydo qildi. Bugungi kunda Xitoy hukumati jazo lagerlari qurib, Uyg'ur xalqini lagerlarga solab qirg'inchilik ilib borganini aqlash uchun Uyg'urlarni madaniyat bilan oziqlantiryapmiz, tarbiyalayapmiz deydi. Bu butunlay yolg'on. Biz azaldilla mushundaq madaniyatlik, radikallikdan xoli esil bir millat. Bugun bu yerda biz German xalqiga buni tanitishga tirishdik degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim Buyuk Era gazetining Amerikaning ideya liderlari programmasining ziyoratini qabul qilib, Xitoy mustabid hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va rayimsiz realliklarni pash qilgan. Roshan Abbas yan keyiklik bilan o'tkazilgan 1 soatlik bu programda Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan irqiy qirg'inchiligi, bu qirg'inchilikning faqat yaqin zamonda emas, balki Xitoy ishg'olidan keyin to'xtamasdan davom qilayotganligini, Xitoy 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin cho'ng tozalash, madaniyat inqilobi va hatto uning keyingi davrlarda har fursatda Uyg'ur xalqiga qirg'inchilik ilib borganligini, hozir bo'lsa bu qirg'inchilikning taraqqiy qilib Uyg'ur xalqini millat sifatida yo'qotish uchun millionlagan Uyg'urning jazo lagerlariga solanganligini, Uyg'ur farzandlarining oilasidan majburiy ayrilib, atalmış yataqlıq məktəblərdə xitaylashtirilib,
assimilyatsiyaga uchrayotganligini o'ttirib qo'yish bilan birga yana Sharq Turkistonning faqatli bir jug'rafiyalik ism emas, balki 1700-yilning oxirida Manjular Sharq Turkistonni ishg'ol qilmasdan burun u yerning bir davlat ekanligini, shundaqla Xitoyning atalmish avtonom rayonining saxt ekanligini, Xinjiang nomining bo'lsa ishg'olga simol qilingan yangi chegara yoki yangi territoriya deganlik ekanligini o'ttirib qo'yib o'tgan. Program riyosatchisi Yan Keklik Roshan Abbasning Tiz Pikmas bir Uyg'urning erkinlik ko'rishi nomli kitobning avtori, Uyg'ur harakatining qurg'uvchisi va ijroiya mudiri, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi ekanligini va shundaqla Xitoy hukumatining Roshan Abbasni hadisi Gulshan Abbasni tutqun qilish orqali chimoqtirmoqchi bo'lganligini deyish bilan birga Uyg'urlar Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa o'lkalarida keng ko'lamda tekshirilyapti. Məcburiy lagerlarga solinib qo'l sifatida ishlatildi. Keng ko'lamda Uyg'urlarning məcburiy a'zolarini elib olish kunsiri ishyapti. Jumladan Qashqar aerodromida odam organlarini to'shishga ishlatiladigan maxsus alayda yo'l ta'sis qilingan deb Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini tafsiliy tonishtirib o'tgan. Hürmetli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.